Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz aka-ukalar, hurmatli opa-singillar. Mana-ki masjidimizda yangilik bo'ldi. Alhamdulillah, duolaringiz bilan, hamma yaxshi insonlarning duosi bilan bugungi kunda xursandchilik masjidimizga gilamlar keldi. Mana. Xo'ja akalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Tayyorlab, bitkazib Ramazonga sovg'a inshaalloh. Bunga hammalaringiz mehnat qildingizlar. Mablag'ingiz, kuchlaringiz bilan, duolaringiz bilan Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan. Sizlarga ham Alloh taolo Jannatul Firdavsda jannat qasurlari, jannat gilamlari, eng zo'r noz-ne'matlari bilan Alloh taolo Robbim mukofotlasin. Allohim sizning rozi bo'lgan xizmat qilganlarga ajri azim savoblarni ko'paytirib bergin. Xonadonlarga tinchlik, ofiyat bergin. Farzandlari ham qori qurro bo'lsin, xodimiddin bo'lsin. Hammalari Parvardigor hammamizni qiyomat kunida jannatda Hazrati Payg'ambarimiz alayhissalom bilan qo'shni bo'lishni nasib etsin Alloh. Ha, kerakmas. Ben 200. Ha, ben 200. Ben 200. Ayni pulni kelsa bo'ladi. Pulni kelsa bering, ha, pulman. Ketding, ben 200 pul bor. Shoshmaysiz. Ha, давай, yürek. Давай. Asta qo'yamiz, shoshmaysiz. Qo'chizlar. Pahlavon aka, mana jannat gilamlari keldi, xudo xolasa. Jannatga hujjatdan inshaalloh bu. Piramida ko'targan edingiz? Ha.